Egilinishçe Şarkı Türkistan'da yasli yeshilki balalar üçün yataqlıq maktab tizimi yo'lga qo'yilgan. Xitoy ijtimoiy aloqa supalarida tarqalgan uchurlarga qaraganda, bu sistemaning asosligi yezlarda keng tarqalganligi va o'qish yoshiga to'shmagan balalarning haftada bir qatim uyiga qaytishiga ruxsat qilinganligi ko'riladi. Sınığı qarta tushgan inkaslarda hatto o'zining ehtiyojini qamdayolmaydigan balalarning uylaridan ayrilishga majbur bo'lganligi qarta norozilik bildirilgan. Uçurlarga qaraganda Uyg'ur balalarga Xitoy o'qituvchilarining mas'ul ekanligi va ularning har dushanba kuni atiganda yasliga ilib berilganligi va shanba kuni kechda qaytarilganligi bayon qilingan. Xitoyning Sharq Turkistondagi mushunga o'xshash tuzumlari ilgari to'liq o'rta maktab va to'liqsiz o'rta maktablarda qo'llanilgan bo'lib, oxirgi maqsad Uyg'urlarni xitoylashtirish va zavodlarda majburiy emgak silinayotgan ota-onalarning bolalarining egichaqsiz qolmaganligidek saxta sahna hozirlash deb qaralmoqda. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti e'lon qilgan diniy erkinlik dokladida Sharq Turkistonning ahvoli tilga olindi. Dokladning Xitoyga munosabatli qismida monolar o'tirg'i qo'yildi. 2019-yili Xitoydagi diniy erkinlik vaziyati davomli nacharlashgan. Xitoy hukumati chiroy tonish va sunniy idroq qatorliq yuqori texnikalik nazorat sistemasi o'rnatish orqali oz sonli millat diniy guruhlarini nazorat qilmoqda. Mustaqil tekshirish 900 mingdan 1,8 million Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa musulmon oz sonliqlarning Sharq Turkistondagi 1300 lagerlarda tutib turilayotganligini, 500 mingga yaqin bolaning oilasidan ayrilishga majbur bo'lganligini o'tirg'i chiqadi. 2019-yil bo'yicha Sharq Turkistondagi jazo lagerlaridan Xitoyning har qaysi yerlaridagi zavodlarga ishchi avatildi. Minglagan masjid va arabcha belgilar doiralar tarafidan vayron qilindi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti, ya'ni Tashqi ishlar ministerligini ibodat erkinligi nachar Hindistonni qora tizimga kirgizishga chaqirdi. Wuhan virusida Xitoyni javobgarlik tortish murojaatnomasiga imzo qo'yuvchilar 3 kun ichida 100 mingdan oshib ketdi. Murojaatnomani Amerikaning sobiq Birlashgan Davlatlar Tashkiloti elchisi Nikki Haley qurib chiqqan. Amerika uchun o'tirg'i chiqqan nomli fondi jamiyati hozirlagan. İmzo to'plash harakati mazkur jamiyatga qarashliq Kommunist Xitoyni to'xtatayli nomli to'rbetida e'lon berilgan. Nikki Haley to'rbetda qilgan so'zida mundaq degan: Xitoy Wuhan virusida o'ynagan roli sababli javobgarlikka tortilish kerak. Amerika Davlat Majlisi buningga darhol inkos qaytarish kerak. U yana Xitoyning Amerika va dunyoning har qaysi joylarida o'z ta'sirini ko'rsatishga xotim berish uchun boshqalarni bu harakatga ovoz qo'shishga chaqirgan. Xitoy Hindistonning yangi tipdagi Wuhan virusini tekshirish uchun zakaz qilgan tez sinaq uskunalarni xatolik farqining cho'ng ekanligi sababli amaldan qoldirganligiga qarata norozilik bildirdi. Xitoyning yangi Dehlidagi bosh elchixonasi mundaq dedi: Biz Hindiston tibbiy tadqiqot kengashining qarori va baholash natijasiga qarata qattiq andishimizni o'tirg'i qo'yamiz. Hindiston Sahiyya ministrligi tibbiy tadqiqot kengashining talabiga binoan iqtidor masalasi sababidan Xitoydan ta'minlangan antitanalarni tez suratda tekshirish uskunalarining zakasini bekor qiladiganligini e'lon qilgan edi. Hozirga qadar Hindistonda Xitoy virus sababidan 969 odam qazo qildi, 29451 odam yo'qoldi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoy virusiga qarshi kurashda tibbiy aslaha yordam qilganligi uchun Turkiyaga rahmat aytib, Amerika xalqi do'stliginglar, hamkorliginglar va qo'llashinglardan minnatdor dedi. Pompeo Turkiyadan Amerikaga tibbiy yordamlarni olib borgan harbiy aeroplanning Washington atrofidagi Androvis havo bazasiga qo'nganligi rasmini Twitter hisobida e'lon qildi. Erdo'g'anning buyrug'i bilan Turkiya qurolli qismlarining Amerikaga avatilgan tibbiy yordam ashyolari besilgan A400M tipli harbiy yuk aeroplani kech soat 17:30 minut atrofida poytaxt Washington atrofidagi Andrews havo armiya bazasiga qo'ngan. Tibbiy buyumlar orasida 500 ming maska,
2000 litr dezinfeksiya dorisi, 500 yuz qo'g'dug'uchi, 400 dona N95 tiplik maska va 1500 bexatarlik ko'zoynagi borligi xabar qilindi. Bugun Oltay burkuti deb nom olgan Osman Baturning 1951 yili 4-oyning 29-kuni Xitoy hokimiyati tarafidan rahimsizlarcha o'ldirilganligining 69 yilligi. Sharq Turkiston rahbarlaridan biri bo'lgan Osman Batur 20-asrning oldingi yarmida Xitoy va Ruslarga qarshi mustaqillik kurashi qilgan va 1951 yili kommunist Xitoylar tarafidan shahid qilingan. Allohdan uningga rahmat tilaymiz.